Assalomu alaykum hammaga. Bugun uyqu rejimini to'g'irlashni birinchi kuni. O'zi ertalab har kun turaman, lekin uydagilar turishadi bomdodga, lekin uxlab qolardim ko'pincha va endi uyqu rejimimni shu vaqtga moslashga harakat qilyapman. Va bugun birinchi kun yugurish rekordimni yangilamoqchiman. Oxirgi marta 8 kilometr yugurgandim. Bugun bo'lsa shuni 10 kilometr qilishga harakat qilaman. Ozgina ko'ngillanyapti, lekin Xudo eplaymiz. Bo'lmasa biz boshlaylik. Yugurishda ko'pchilikda qiladigan xatosi yugurishni boshlashi bilan tezlashib ketishadi. Bu dahaniya qisishiga yoki qanaqadir travma olishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun uzoq masofaga yugurishda birinchi navbatda sekin yugurib, tanani moslashtirib, keyin tezlikni oshirgan yaxshiroq bo'ladi. Yuguradigan joylarimni Google Planet'da ilovasi orqali oldindan rejalashtirib olgandim. Ya'ni lineyka funksiyasi bor, o'sha orqali chizib yo'llarimni ko'rib olgandim. Shuning uchun men qat'iy yugurayin deb o'ylanib o'tirmadim. Shu yo'nalish bo'yicha yugurishni boshlab ketardim. Ertalab mana shunaqa manzaralar bo'ladi. Shuning uchun erta turib shunaqa manzaralardan bahramand bo'lib qolish kerak. Kech turadigan bo'lsangiz bunaqa manzaralar ko'ra olmay qolasiz. Hozir 2,5 kilometr yugurib bo'ldim. To'xtamaslik kerak yugurishda muhimi, chunki to'xtagan joyda qolib ketish mumkin. Ya qayta rejimga kirib olish ham qiyin bo'ladi. Shuning uchun yugurayotganda shunga ahamiyat berishga, umuman to'xtamaslikka harakat qilish kerak. Bu ko'rib turgan joylaring oldin poligon bo'lgan, dasht bo'lgan, hech narsa yo'q edi. Shu 1-2 yil ichida shunaqa binolar tushib, anchagina obod bo'lib ketdi. Hali bu tugagani yo'q. Menimcha to'rdan bir qismi qurildi. Hozirda yana qurilish ishlari ketyapti. Agar bular tugadigan bo'lsa, menimcha juda ham chiroyli shaharchaga aylanadi. Shu qismida yana dahaniya qisishi, oyoq og'rishi bo'ldi. Lekin agar yana to'xtaydigan bo'lsam, qolib ketishi mumkin. Shu sababli qiynalib bo'lsa ham yugurishni to'xtatmadim. Yugurishga chiqishimdan oldin zaryadkam 22% ekan, kechqurun qo'ymagan ekanman. Boshida rosa o'ylandim, yetmay qolarmikin deb. Lekin internetim yoniq bo'lsa ham, Bluetoothda muzika ketayotgan bo'lsa ham, karta meni trekking qilib ketayotgan bo'lsa ham, zaryadkam bemalol yetib berdi. Ko'pchilik iPhone'da zaryadkasi yetmaydi deb o'ylaydi, lekin men unaqa fikrda emasman. Hozir yarmini tugatdim, 5 kilometr. Nolasa hamma zo'r ketyapti. Shu ketishda Xudoolasa 10 kilometr yaqinlamasdan yetib qolaman. Shu paytda yelkada juda ham kuchli og'riq bo'ldi. Qanaqadir yelkam rosa sanchidi. Dihani ham sal-pal ushashni boshladi, lekin sekin-sekin bitta pikka chiqqandan keyin sekin-sekin yengillashishni boshladi. Shu 6-7 kilometrda. Keyin shu paytda montaj qilayotganda adashib ketmaslik uchun necha kilometr yugurgan bo'lsam, o'shuni qo'limda videoda belgilab ketdim. Shu 7-kilometrlarda oyoq bitta rejimga kirib oldi. Bir xilda shunaqa yugurib ketishni boshladi. Ya'ni bunaqa paytda uje to'xtatib olmaydigan bo'lib qoladi oyoqni. Keyin bo'lsa shunaqa yo'lni bo'yiga chiqib yugurishni boshladim. Mashina yo'ldan, katta yo'l. Ertalab bo'lgani uchun uncha mashina kam edi. Videoga olayotganimda sal-pal uyalish hissi bo'ldi. Yonimdan mashinalar o'tayotganda, lekin boshqa paytlar odamlar nima deyishini vasha qizig'i yo'q deyman-ku, lekin shuna paytlarda baribir uyalish hissi bo'ladi. O'z uyim o'ng tarafda, lekin qarasam 9 kilometr o'tib qolar ekan, uyim tarafga qarab yugursam, shuning uchun chat tarafga qarab yuguraverdim. Keyin mashina yo'lidan shunaqa ichkari mahallaga o'tib oldim, xotirjamroq. Shu 8-9 kilometrda og'riq umuman bo'lmadi, nafas qisishi ham bo'lmadi. Qatga bo'lsa yugurib ketaveraman deb turgandim. Lekin qarasam, 9,5 kilometrga kelib qolgan ekan, miya ham bildi 10 kilometrdan keyin to'xtaymiz deb. Shuning uchun oyoqlarda ham kuch qolmadi. Vashi oyoqlar oqib qoldi xullas. You've reached your goal of 10 kilometers. Time 1 hour 4 minutes 24 seconds. Average pace. Tabriklashlarim mumkin. 10 kilometr yugurib bo'ldim. To'g'risi bunaqa bo'ladi o'ylab oldim. Ishonardim yugurishimga, lekin baribir qanaqadir shubha bo'ladi-yu. Odam tanasi rejimga kirishib olgandan keyin istagan ishni qilish mumkin ekan. Shuni tushunib yetdim.